Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video darsimizda Windows tezkor tugmalari haqida gaplashamiz. Ya'ni shortkatslar haqida a, juda ko'p video qilishimga sabab bu doim yaxshi ketadi, qiziqishda doim. Kompyuter noldan o'rganuvchilar, umuman kompyuter yaxshi biladiganlar ham yangi shortkatslar, yangi tezkor tugmalari bilsa, bu yana ham yaxshi kompyuter ishini tezlatadi, tez ishlashingizga sabab bo'ladi kompyuterda ishlash tezligiga. Va endi turli yo'nalishlarda shortkatslar chiqarishga qaror qildim. Mana shu yoz oylari, yoz kunlari davomida siz beshta shortkatslarni beshta turini ko'rasiz kanalimda. Birinchi mana bugun Windows shortkatlarini ko'rib turgan bo'lsa, Windowsda ishlatiladigan tezkor tugmalar, keyinchalik Office tezkor tugmalariga to'xtalamiz. Undan keyin Chrome'da alohida tezkor tugmalari bor va Telegramda tezkor tugmalari va oxirida ko'ramiz Total Commander'da ham tezkor tugmalari. Va shu beshta turga oid ko'plab o'nlab tezkor tugmalarni yoz oylari davomida o'rganishingiz mumkin. Kanalni kuzatib boring, podpiska obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shu borada men o'zim Telegram kanalimni ham tavsiya qilib ketaman. Albatta obuna bo'ling Telegram kanalimga. Telegramga kirasiz mana. Bahodirjon Mullajonov Telegram kanali mana 1240 ta odam bor ekan. Qattiq X bilan Bahodirjon ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Mana Bahodirjon Mullajonov ko'rib turibsiz. Profilda rasmi bunaqa. Shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Eng oxirgi yangiliklar kanalim haqida hammasi, oldingi rejalar, kelgusi rejalar hammasi shu kanalda bo'ladi. Xo'p, qani ketdik. Ishni nimadan boshlaymiz? Endi menda mana maxsus tezkor tugmalarni ro'yxati bor. Bu joyda mana Windows'niki bir chekkadan ko'rib chiqaman. Mana juda ham ko'p ko'rib turishingiz mumkin. Bu joyda Windows'ga tegishlilar. Eng birinchi o'rinda Ctrl X, Ctrl S ni albatta gapirmasdan iloji yo'q. Ctrl X bilan Ctrl S va albatta Ctrl V. Buni oddiy men nimada ko'rsatib istalgan Windows ichida Office paketi bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, hammasida ishlaydi bu narsa. Obyekt bilan ishlayotganingizda albatta fayl nomi bo'ladimi, istalgan joyda. Endi men bitta Word'da ham ochib qo'yib turay mana, misol uchun. Masalan, mana shu joyda mana Ctrl X nima, Ctrl S, Ctrl V nima. Mana bunda yozuvni belgilab Ctrl X ni bossanglar, ya'ni bu mana virezat qaychida qilib olish degan. Bosib turib mana bu yozuv mana yo'q bo'lib ketadi, qarang mana. Mana bunda yozuvni belgilab Ctrl X ni bossanglar mana qaychida. Va bu yozuv yo'q, ya'ni qilib oldik. Bu o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib qolmadi, balki vstavit bo'lib buferda turibdi va biz vstavit qilib chiqarib olish uchun Ctrl V ni bosasizlar, mana chiqadi. Bu ishlash tartibi qanaqa deysizlar, Ctrl bosib turib S, ruscha C haqida gap ketyapti, esmas. Ekranga chiqadi Ctrl S da copy, Ctrl V da vstavit. Va buni Ctrl X ga qilib olish tushuntirdim. Ctrl S, Ctrl V bor, copy paste. Bu qaychida qiyib vstavit qilish emas, aynan kopiyasini vstavit qilish. Ya'ni Ctrl X ni bosaman, yozuvda hech narsa o'zgarmaydi va endi mana pastga tushib Ctrl V ni bosam, shu yozuv yana qaytadan tushaveradi. Ctrl V da vstavit bo'ladi. Ctrl C, Ctrl V copy paste, Ctrl X, Ctrl V bu qiyish va vstavit qilish. Menda keyingi tugma Ctrl insert bor ekan, Shift insert bor ekan. Bu ham aynan shu Ctrl C, Ctrl V ni alternativasi ekan. Men bilmasdim, to'g'risi hayron qoldim. Boshqa yo'l bilan qilsa ham bo'lar ekan. Ctrl C, Ctrl V o'rniga mana yozuvni belgilaysiz. Shift insert ni bosasiz. Shift insert Ctrl insert copy bo'ladi belgilasa. Ctrl insert mana hech narsa o'zgarmadi va mana pastga tushib Shift insert ni bossangiz mana paste bo'lar ekan, mana qancha bo'lsa. Ya'ni Ctrl C, Ctrl V emas, Ctrl insert, Shift insert. Shunaqa ham ishlasa bo'lar ekan. Endi menda mana ro'yxat bor. Bu ro'yxat ko'pini sinab ham ko'rganim yo'q. Sizlar oldinglarda qilib ko'rsatmoqchiman. Qilolmaganlarim bo'lsa sizlarga kommentga yozasizlar, nimaga bajarilmaganini, nimaga ko'rinmaganini birgalikda muhokama qilamiz kommentda. Endi keyingisi Ctrl Z, отменить действие, ya'ni ishni orqaga qaytarish. Bu hamma dasturlar ichida bo'lganda, Windows ichida doim esingizda bo'lsa, nimadir xato qilsangiz Ctrl Z bilan orqaga qaytsangiz bo'ladi. Ya'ni mana Windows tashqarida ham ishlashingiz mumkin.
Masalan, qanday ko'rish mumkin? Buni istalgan ishni qilayotganda nimadir xatolik ortga qaytish uchun Ctrl Z bo'ladi. Masalan, menga mana bu yozuvli narsalar Wordda tushuntirish osonroq bo'ladi. Masalan, mana bu yozuvni mana bu yerga vставить qilib, bu kerak emas, noto'g'ri qilib qo'ydik desak, Ctrl bosib turib Z deb bossak, mana shu ish orqaga qaytadi, bir qadam orqaga. Ma, a, Oldinga yurmoqchi bo'lsangiz Ctrl Y bo'ladi. Ctrl Z orqaga, Ctrl Y oldinga. Shu ish bilan orqaga va oldinga yurish mumkin bo'ladi sizda. Menda keyingi tezkor tugma Alt Tab, ya'ni oynalarni alishtirish. Bu juda ham muhim. Mana qarang, menda mana bu yerda Word bor, mana bu yerda Chrome ochilgan. Ya'ni veb-sayt ochilgan. Shunda mana siz u oynadan bu oynaga o'tib yurish uchun Alt tabda oynani alishtirishingiz mumkin. Ya'ni altni bostirib, tabni bossangiz mana oyna Chrome'ga alishadi. Yoki Alt tab mana yana Wordga alishadi. Mana shu tufayli juda ham tez ishlasangiz bo'ladi. Mana Alt tab, Alt tab. Ko'rasizmi? Oynani tez alishtirish. Keyingi tezkor tugmamiz Alt F4. Bu F4 bitta tugma, F tugmalari ichida Alt F4 ni bossanglar, istalgan oynangiz tezkor yopiladi. Masalan, Wordga turganingizda, masalan, mana bu oynani o'chirib tashlayman. Mana altni bosib turib F4 ni bitta bossam, saqlanishni so'raydi. Ne saqlanib qolasiz, oyna yopiladi. Yoki yana saqlanib yopilmaydigan mana oddiy brauzerlar nimadirlar bo'lsa, Alt F4 ni bitta bosasiz, altni bosib F4 ni bitta bosasiz, oyna yoki o'yin yoki programma nima bo'lsa ham sразу yopiladi. Endi mana bu Wordga o'xshagan qilingan ishlar bo'lsa, saqlanishni so'raydi, albatta. Saqlaymi, saqlamaymi degan yozuv chiqadi. Bizda keyingi tugma blokirovka ekran. Windows tugmasi, bu sizlarda pusk rasmi turadi. Ko'pchilik pusk deydi, aslida Windows tugmasi. Windows tugmasini ham alohida kombinatsiyalari bor. Bu bo'yicha video dars chiqargandim oldin. Bu joyda bizda Windows garaj klashlari ichida albatta kelyapti. WinL kompyuter blokirovka qilish tezkor. WinD рабочий stolga hamma narsalarni skrit qilish, qayta ochish. Win'ni bosib turib bitta L da bossanglar, ekran to'liq blokirovka bo'ladi va qaytadan ochib olasizlar. Men hozir buni ko'rsata olmayman, chunki ekran zapisida olmaydi bu narsa. Siz o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Win tugmasini bosib, L da bitta bossangiz, ekran blokirovkaga o'tadi va o'rtadagini bosib yana qaytadan kirishingiz bo'ladi. Kompyuter parol teriladigan bo'lsa, parolni terib kirasiz. Shu holatda tezkor, masalan, tashqariga chiqib ketish kerak bo'lib qolsa, Win L da bosib chiqib ketganingiz yaxshi. Kompyuteringiz blokirovka holatiga o'tadi shunda. Wind'da bossanglar, mana bu qarang, Wind'ni bosib D da bossam, hamma narsa pastga sвернут bo'ladi. Ya'ni mana bu panel zadachaga tushib qoldi, lekin ekranda ko'rinmayapti. Mana buni bossangiz qayta ochilaveradi. Lekin shu holatda Wind'da yana bir marta bossangiz, masalan, mana buni Wind'da sвернут qilib, yana Wind'da bossangiz qayta ochilar ekan. Men WinM da ishlatardim, Wind'da emas. WinM ham hamma narsani pastga sвернут qiladi, lekin WinM da bossangiz qayta ochilmaydi. Shuni farqi bor ekan. Men ikkalasini bir xil narsa deb o'ylardim, farqli ekan. WinD. Ya'ni siz ishlayotganda WinM emas, Wind'dan foydalanganingiz yaxshiroq ekan. Ya'ni sразу kimdir kelib qolsa, Wind'da pastga tushirdingizmi, yana Wind'da qaytarib tashqari chiqarib olaverasiz ekan. Masalan, mana bitta Excel, Word, bu yoqda brauzer bo'lsa, Wind'da ikkalasi ham tushdi pastga. Wind'da bossam, ikkalasi ham chiqar ekan mana. Ko'ryapsizmi? WinMdan yaxshiroq ekan Wind'da. Endi bizda ko'ryapsiz, juda ham tezkor tugmalar ko'p. Hammasini ko'rib chiqamiz, qancha vaqt ketsa ham. Xo'p, F2 tugmasi. Mashinalarga qoyil qoldim, lekin F2, F6, F10 Windowsda juda zo'r ishlar ekan. Men to'g'risi bilmasdim, qoyillar qolib ketdim. Ya'ni qarang, istalgan obyektni ushlagan holda F2 ni bossangiz, ushlagan obyektingizni qayta nomlasa bo'lar ekan. Ya'ni mana рабочий stolda, masalan, YouTube 317 dars deganga mishkan o'ng tomonini bosib, biz переименовать ga kirib turib nomini o'zgartirardik. Masalan, 17 dars deyish mumkin. To'g'rimi? Bu o'zgarmaydi hozir, ashki beradi, chunki ochiq turgan fayl. Mana Windows shortcut'da o'zgartiraman. Masalan, bir qo'yib, mana nomini o'zgartirish mumkin. Ctrl Z da ortga qaytdim. Shuni qarang, mana mishkan o'ng tomon переименовать ga kirmasdan, shundoq mana faylni bosib turib, F2 ni bossanglar, bo'ldi, nomiga kirar ekan. Va 1.12 qo'yib, mana saqlanib qilaverasiz. Ko'rasizmi? Juda ham tez ishlash. Istalgan fayl, masalan, mana Google Shortcuts'ga kirib, F2 ni bosasiz, nomini o'zgartirasiz, Enter. Все, bo'ldi. Ko'rasiz, nomi o'zgaryapti. Juda ham zo'r, men o'zimga yoqdi. F2. Bilmasdim buni. Endi F6. Bu element ekran, рабочий stol.
Mana shu narsani adashmasam uncha tushunmadimmi? Hozir ishlatib ko'raylik. Ha, bu agar men tushunganim bo'yicha siz masalan kursorga olib turgan, ushlab turgan faylingiz bo'ladi. Masalan, mana buni olib turib o'chirib yuborish mumkin yoki mana kursorga olib turganingiz bo'ladi. Shunaqa holatlarda siz F6 ni bossangiz, kursorga ushlab turilgan narsa hammasi qo'yib yuborilar ekan. Ya'ni nimanidir adashib o'chirib yubormaslik, masalan, nimadir kursorga olinganini bilmay turgan bo'lishingiz ham mumkin. Shu holatda profilaktik uchun F6 ni bir marta bossangizdan hamma narsa kursordan qo'yib yuborilar ekan. Bu anonga o'xshaydi. Adobe dasturlarida Ctrl A da bossangiz hamma narsa belgilanadi. Shift Ctrl A da bossangiz hamma narsa qo'yib yuboriladi kursordan. Shunga o'xshab bunda ham nima kursorga olingan bo'lsa, F6 ni bossanglar hamma narsa kursordan qo'yib yuborilar ekan. Xo'p, menda keyingisi F10. Aktivatsiya stroki menyu aktiv приложение. Mana shu narsani to'g'risi tushunmadim. Buni ham ishlatib ko'ramiz. Ushlab turib F10 ni bossa mm, hech narsa sodir bo'lmayapti. Mana bu narsa F10 ni bosdim, nimadir bo'lib ketdi lekin. Nu, mayli. Buni F10 tushunmadim. Agar bilsanglar mana yozib qo'yilgan. Mana bu yerga sizlarga mana o'zbekchasini ham mana yozib qo'yilgan-ku degan narsa desanglar mana to'g'ridan to'g'ri tarjimasini ham sizlarga tushuntirib ketaveraman. Aktivatsiya deyapti. Hozir mana faol ilovada menyu satrini faollashtiring. Faol ilovada menyu satrini faollashtiring. Nu, ruschasini bilib ham tushunmadim to'g'risi. Mayli, bilsanglar yozib ketinglar kommentga fonni nimaligini. Endi Alt Escape. Alt Escape deyapti. Ochiq fayllar turibdi mana bu yerda qarang. Shu joyda altni bosib, Escape'ni bossanglar mana bu oyna alishar ekan. Mana. Ya'ni biz Alt tabda oynalarni alishtiramiz. Bu Alt Escape'da mana bu yerdagi порядка bilan panel zadachadagi narsalarni alishtirar ekan. Oxirgi ikkitasini men tam adashmasam oxirgi ikkitasini. Shunaqa ochiq bo'lganlarni faqat deyapti. Endi keyingisi Alt Enter. Alt Enter mana shu ham zo'r narsa ekan. Mana bu faylni qarang. Men faylda Alt Enter'a bossam, ushlab turib, svoystvasini ochar ekan. Ya'ni men tezkor tugmalar degan fayl, mishkan o'ng tomonini bosib, o'ng tarafdan eng pastda svойства degan fayl bor mana. Faylda nomini, skripti qilish, hamma funksiyalari shuning ichida bor, juda ko'p funksiyalar. Svoystvasi ya'ni. Shu svoystvani tezkor tugma bilan istalgan faylni ushlab turib, Alt Enter'a bosish orqali svoystva oynasini ochib olish mumkin ekan. Istalgan Word, Excel, papka bo'lan, papkada ham Alt Enter'a bossang, papkani ham svoystvasi bor. Qo'y. Endi Alt Space, ya'ni открыть контекстный меню активное окно. Mana bu oyna ochilyapti. Bu nima oyna ekan? Ajoyib. Nimaga kerak bizga? Ikkisi bosaman. Va men afsus рабочий stolga yozib qo'ydim, chizib qo'ydim. Kontrolga qaytmayapti. Ajoyib, oynaga chizib oldim, qoyilmisizlar. Nima edi? Открытый контекстный меню активное окно. Xo'p, Alt Enter'da ochyaptidikmi? Mana bu oyna ochilar ekan. Bu yerda o'chirg'ich ham bo'lsa kerak. Mana o'chirib yubordim. Qo'y. Mana bunaqa oyna bor ekan, tam chizadigan, yozadigan oynaga, ekranga va bu alt probel, alt bilan nom tugmani bossanglar chiqar ekan. Mana ishlatishingiz mumkin ekan. Men nimagaligini bilmayman. Endi kontrol tugmalari ham birgalikda kelyapti, Win tugmalari birgalikda kelyapti. Buni qachon tugatamiz? Endi bu yog'iga o'tsak, qani qayerga keldik? Ctrl A bu hamma obyektlarni belgilash, ya'ni masalan buni mana shu holatda turganda papkani ichida turasizmi, Ctrl A deb bossangiz mana hamma fayl papkalar birdaniga belgilanadi. Bu birdaniga belgilab turib o'chirib yuborish, ko'chirish, nomni o'zgartirish, istalgan ishlarni qilishingiz mumkin. Просто hammasini kursorga olish Ctrl A. Menda keyingi tezkor tugma delete o'zini beryapti. Bu klaviaturada delete degan tugma bor. Bu delete bilan istalgan obyektni, elementni, papkani rабочий korzinkaga tushirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni o'chirib yuborganingiz. Masalan, tezkor tugmalar degan fayl. Yo'q, mayli. Windows shortcuts degan fayl kerak emas desangiz, klaviaturani delete deb bosasiz, bo'ldi, o'chib ketdi. Aslida to'liq o'chgani yo'q, korzinaning ichida bu. Mana bu yerda korzinada
Windows shortcut o'tib, mishka butonni bosib, восстановить qilib tiklab qo'ysangiz bo'ladi qaytadan. Xo'p, keyingisi Ctrl D. Bu удаление выбранный элемент и его перемещение в корзину. Ctrl D da bossak, bunda ham papkaga tushadi. Wow. Bunda ham korzinkaga tushirib qo'yar ekan. Ctrl D da ham. Xo'p, bizda keyingisi Ctrl E повтор действия deyapti. Bu boya tushuntirdim. Ctrl Z ortga qaytish bo'lsa, istalgan ishda Ctrl E oldinga qaytar. Ya'ni Ctrl Z orqaga, Ctrl E oldinga. Lekin shuni inobatga oling. Siz albatta orqaga qaytgan bo'lishingiz kerak Ctrl E da oldinga yurish uchun. Ya'ni orqaga Ctrl E maksimum joizgacha kelasizda. Necha qadam orqaga ketgan bo'lsa, shuncha Ctrl E bilan oldinga yura olasiz. Endi перемещение курсора начало шло. Da. Mana shu narsani ham tekshirib ko'ramiz. Mana bu narsa qarang. Mana bu kursorni qo'yganingizda Word'dan istalgan joyda Ctrl bosib turib o'ng taraf strelkani bossangiz, mana so'zlar orqali yurar ekan. Mana oddiy harflar orqali yuradigan bo'lsangiz kursorda. Siz Ctrl bosib turib o'ng chapni bossangiz, mana so'zlar orqali, ya'ni juda ham tez yurishingizga sabab bo'ladi. Katta masofalar, oraliqlar tashlab. Ctrl chap, Ctrl o'ng strelkalarida. Ctrl past, Ctrl tepa ham aynan shunaqa. Mana tepa past strelkalar pastga tepaga tushayotgan bo'lsangiz, Ctrl tepani bossak, bu kursorga olib ketyapti nimaga? Qator kursorga olib ketyapti. Hop, bu yerda yozilgan. Abzas boshiga chiqib, abzas boshiga, keyingi abzas boshiga tushar ekanda. Abzaslar orqali sakraydi ekan. Ctrl tepa, Ctrl pastda. Endi Ctrl Alt tabda Ctrl Alt tabni bossak, nima bo'lishi? Mana bu ochiq oynalar orqali ekran alishar ekan Ctrl Alt tabda. Между открытым приложением. Ctrl Alt tabdan Ctrl Alt tab. Ну, разница bormi? Переключение между открытыми приложениями. Переключить между открытыми приложениями. Ну, Ctrl Alt tab bir xil narsa ekan. Hoy, bitta berishgan. Hop, Ctrl Escape. Pus menyusini ochish deyapti. Ctrl Escape deb bosamiz, pusk ochilar ekan. Wow! Ctrl S ga pusk menyusi ochilar ekan. No, buni yana bitta zo'ri Windows pusk o'zini bossanglar ham ochiladi. Windows o'zini, Ctrl S orqali ham ochish mumkin ekan. Hop, keyingisi. Ctrl Shift S dispetcher zadachani ochish. Ctrl Shiftni bosib, Escape bosasiz, dispetcher zadacha ochiladi. Men qanday ochaman? Ctrl Alt Delete ochaman. Ctrl Alt Delete'da dispetcher zadacha bor oynani so'raydi. U yerdan dispetcher zadachaga kirish kerak. Da, wow. Dispetcher zadacha Ctrl Alt Delete ochilmaydi ekan. Ctrl Shift Escape ochilar ekan. Вот menga yangilik o'zim uchun. Yo, men dispetcher zadachani ochaman. Ctrl Alt Delete bosib, dispetcher zadacha 5 ta yozuvchidan dispetcher zadachani bosib ochaman. Yo'q, Ctrl Shift Escape ochinglar dispetcher zadachani. Undan keyin kerak bo'lsa. Ajoyib. Ctrl Shift Escape. Zo'r. O'zim uchun yangilik. Dispetcher zadacham nimaga ana qo'lyapti? Dispetcher zadachani ochish. Endi keyingisi Shift F10. Открыть контекстное меню выбрания элемента. Hop, ko'ramiz. Shift F10. No, brauzerda emas. Biz anaqa yerda qilaylik, yerda. Qanaqadir oyna. Mana buni belgilab turib qilaylikchi. Shift F10. Da, mishkani o'ng tomonini bosasiz-ku. Shunda Shift F10da ochishingiz mumkin ekan. Da. Sichqonchasi ishlayotganda kerak bo'ladi bu menimcha. Shift F10. Kontekst menyu выбранный элемент. Papka fayllar настройкаларni Shift F10 da ochsangiz bo'lar ekan. Shift Delete удаление беспроводной помощью корзины. Da. Qaysidir faylda korzinkaga tushirmasdan o'chirib olmoqchi bo'lsangiz, masalan, Shiftni bosib, Delete'ni bossangiz mana so'raydi. O'zi, da'ni bosasiz, u korzinkaga tushmay to'liq o'chib ketadi. Qayta tiklash iloji yo'q bo'ladi shunda. Shift bilan o'chirish. Taktugi bilan o'chira olmoqchisiz, Shiftni bosib, Delete'ni bosib o'chirasizlar. Xo'p, buni bilardim.
Endi print screen ekranni rasmga olib, bu print screen tugmasi bor klaviaturalarda. Shu print screen tugmasini bitta bosasizlar va istalgan joyga kirib, Wordga kirib, masalan, Ctrl V da bossanglar, shu ekraningiz mana slayt bo'lib rasmlar buferdan tushadi. Ctrl V da. Hop, keyingisi Win tugmalari. Win tugmalarini ham hammasini shu yerga tiqqan ekan. Malladez. Win tugmasi, ya'ni Winni bitta bossangiz puska ochiladi. Mana kelyapti bu ham. Win A da bossanglar, mana center уведомление mana bu oyna ochiladi. Ya'ni Wi-Fi tarqatish, Bluetooth tarqatish, rejim planshet hammasi shu Win A oynasini ichida. Win B. Win B da bosib ko'rsataman. Xo'p, oyna ochiq turuvdi tashqarida. Ana o'sha changli jinni shamol boshlanib qoldi. Oynani yopishga to'g'ri keldi. Uzr, avvalo. Bunaqa holatlarda man tashqi videoni kesib o'tirmayman. Hamma narsa tabiiy, hayotimizdek bo'lsin. Qayerga kelgandik? Win tugmalari. Win B. Win B'da lekin переводит Fox область уведомления. Так, Win A da ochsam, Win B da bossam, Win A. Win A o'zi ochib yopiladi, lekin Win A da ochib turib, Win B da bossam, bu oyna yopilyapti nimagadir. Shu Win B da bilmas ekanman. Winba Perovoid Fox nima deyapti bu yerda? Foxni bildirishnoma maydoniga o'tkazish. Foxni bildirishnoma maydoniga o'tkazish. No, bilmadim. Men bu yerda anaqa kelganda уведомление kelsa, shuni nimadir qilar ekan, to'g'risi. Bilsanglar yozib ketinglar. Keyingisi Win Alt D. Win Alt D. Soat ochilyapti nimagadir. Da shu. Data времяni ochish ekan. Ravoch stolda. Win altda. Win altni bosib bitta bosib ekran soatlar ochiladi, bitta bosib yopiladi. Win'i provodnik ochish, ya'ni Winni bosib bitta bossangiz, kompyuter ochiladi. Keyin Win I parametri oynasini ochish. Winni bosib, puska bosib turib, i'ni bitta bossanglar, mana nastroyka oynasi ochiladi. Win K подключение oynasi bor ekan. Win K'da bossak, mana, da Bluetooth da yoqish ekan. Win K yo'q. Bluetooth qidirish сразу. Win L blokirovka kompyutera и учетный запись alshish. Boyagi ekran blokirovka. Win M svertivание всех окон. Ya'ni Win M'da bossangiz hamma narsa pastga sвернут bo'ladi. Lekin qayta tiklanmas ekan, buni o'rniga Winda'ni ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni hammasi pastga tushadi, qaytib chiqadi Winda'da. Win L'da chiqmaydi. Win M'da chiqmaydi degan. Win P bu mana bu ekranda uzatish oynasi, ya'ni proyektor ulagan bo'lsangiz, ikkinchi monitorni ulasangiz yoki qo'shimcha noutbukni faqat protsessor qilib alohida monitor ishlatmoqchi bo'lsangiz, buni o'chirib qo'ying. Win M'da Win P'ni bosib turib, mana bu ekran oynalarini o'zgartirasiz. Win R. Wow, Win R'da mana buyruqlar oynasi bor, juda ko'p buyruqlar. Mana shu Win R maxsus выполнить oynasidan bajariladi. Mana shu oynani ochish. Win S qidiruv oynasini ochish ekan. Mana bu yerga istalgan dasturlar, programmalar, o'yinlaringizni shu yerga yozib qidirsangiz bo'ladi keyinchalik. Win S oynasi, poisk oynasi. Win T oynasi. Nima deyapti? Цикличный переключение между приложением panel задач. Win T menga yangilikroq bo'ldi. Mana bu pastdagi ochiq turgan oynalaringizni ochmasdan turib, pastda panel zadachamizda kichik oyna holatda ko'rsangiz bo'lar ekan Win T'da. Winni bosib turib, T'da bossanglar, mana bu kichik holatda ko'ringan holatda ko'rinadi sizda, mana ko'ryapsiz. Ya'ni bu yoqda nima bo'layotganini katta ekranda ko'rsatmasdan, o'zingiz sekingina ko'rib qo'ymoqchi bo'lsangiz, Win T'da ko'rasiz ekan. Win U специальный maxsus imkoniyatlar oynasini ochish. Win U dedik. Mana bunaqa oyna bor, ya'ni kattaytirib ko'rish, masalan, shunga o'xshash har xil imkoniyatlar bor. Win U. Win X tezkor silkalar oynasi. Mana bu oyna ekan. Buni to'g'risi bilmayman. Ishlatmagan ekanman. Shunaqa oyna ham bor ekan. Win pauza. Pauza tugmasiga Winni qo'shib bossak, свойств открыть dialogiy oynani
Svojstva sistema bilan. Eng qizig'i menda klaviaturani pauza degan tugmani o'zi yo'q. Bu anavi katta kompyuterli klaviaturalarda bo'ladi. Noutbuklarda ko'pida bo'lmaydi. Win pauza. Tekshirib ko'ringlar. Nima bo'lganini kommentga yozib qo'yinglar. Men qila olmadim, chunki ular klavishani o'zi yo'q. Win Ctrl F. Setdan tarmoqdan kompyuter qidirish ekan. Qiziq. Win Ctrl F bosib ko'ramiz. Wow. Mashqqa ham berdi nimadir. To'xtanglar. Win Ctrl F. O'zim ham ko'p narsa kashf qilyapman. Mana bu yerdan setdan-da kompyuter qidirish ekan. Men endi setga ulanmagan. Bu yerdan lokalniy setdan ular qidirish bo'lsa kerak. Shu ajoyib. Win Shift M. Win Shift M. Ha, boyagi WinMda tikkalash WinShift M'da bo'lar ekan endi. Windowsda o'zi avtomatik svenut qilib tepaga tiklasa, bu WinMda pastga tushirib WinShift M'da ko'tarar ekan. Ya'ni WinMda hamma narsani tushirdim. WinShift M'da bossam qaytib ko'tarar ekan. Охренеть. Так, uzr, har xil so'z eshitgan bo'lsam, buni qayta tiklanish uchun bitta qo'shimcha tugma qo'shilganligi ajoyib. Windmi pastga, Wind shiftmi ko'tarish. No, osoni Windda tushirish, Windda ko'tarish. Windga hurmatim oshdi. Xo'p, endi Windda sonli tugmalarga qo'shib bossanglar, mana panel zadachada nechinchi nomerda qaysi приложение turgan bo'lsa, mana shu ochiladi degan. Ya'ni mana 3 ta Zoom, 4 ta Chrome, 5 ta Word turibdi. Mana shu yerda Word kerak bo'lib qolsa, Windda bosib turib 5 tugmasini bossangiz Word ko'taradi. Bu ochiqlari ham emas, ochiq emaslari ham ishlayveradi. Ya'ni Win1da bossam, mana avtomatik kalkulyator ochiladi degan. Win2 Telegram ochiladi degan. Mana ko'ryapsiz? Winda bosib, mana bu yerda nechinchi son o'rindagi sonli dastur kerak bo'lsa, shu sonni bosasiz, ochiladi yoki shunga o'taveradi. Ochig'i ham, ochilmagani ham. Juda ham zo'r funksiya bu. Endi Win Shift запуск exemplar приложение panel. Agar Shift bilan bossanglar, Win Shift bilan son bossanglar, bu shuni yana novi exemplar ikkinchi nusxasini ochishmi? Tam shunaqa tushundim men. Tarjimaga qo'yib ko'raylik. Mayli, mana ruschada. Ilovani yangi nusxani vazifa fani administratsiya sifatida ishga tushiring. Administratsiya Win Shift 1 qilsam, Win Shift 1. Win Shift 1. Ha, mana. Qarang. Birdaniga ikkita dasturni ikki marta ocha olmaysiz-ku. Masalan, Telegramni ikki marta ocha olmaysiz. Kalkulyatorda mana qarang. Kalkulyatorda ochdim. Menga yana kalkulyator kerak bo'lsa, mana shu kalkulyator yopiladi. Pastga tushadi, ko'rinmasa. Yana bosam yana ochiladi. Shuni mana shu narsadan sizga ikkita uchta kerak bo'lsa, Win Shift bilan bosish kerak ekan. Juda ham qiziq. Ya'ni Win Shift 1 qilsam, mana ikkinchi kalkulyator. Win Shift 1 uchinchi kalkulyator. Ya'ni men bu yoqda 85 ga 2 ni ko'paytirib ishlayveraman. Mana bu kalkulyatorga ta'sir qilmaydi bu. Men 25 ga bo'laman 2 ga teng. Mana ko'ryapsiz? Bu yoqda yana. Bu dahshat funksiya bu. Klon bilan klon qilib ishlatishdek gapda. Istalgan dastur, istalgan o'yiningizda даже. Vashshe zo'r. Win Ctrl Win Shift bilan numeratsiya bilan bosish. Endi Ctrl qo'shyapmiz, bilmayman bu nima bo'lar ekan. Новый экземпляр приложения исполняет задачи от имени администратора. Ha, endi administrator nomi bilan, ya'ni do'st berilmagan bo'lsa, Win Shift raqam emas, Win Ctrl Shift raqam berasiz ekan. Win Ctrl Shift 1. Вот, mana bunaqa razрешение bilan olasiz ekan. Ajoyib. Lekin men Shiftni o'zini qo'shishim menga juda zo'r informatsiya, info bo'ldi. Xo'p, keyingilarga o'tamiz. Tagi ko'rinib qolibdi har holda, tugatyapmiz ekan. WinTab. Открыть представление задачи. WinTabni bossam, ha, mana bunaqa alohida mana рабочий stollar ochish, 3-4 talab, alohida oynalar, alohida mana to'liq ekran bilan ishlash mana. Birdaniga masalan, WinTabni bosib, mana ikkinchi рабочий stolda ham ishlashingiz mumkin-da. Ya'ni men boyagi ishlar, mana рабочий stolda hech narsa yo'qdek. Lekin mana bu yerda birinchi рабочий stolda hamma narsalar turibdi. Shunaqa bir necha рабочий stollarda ham ishlash mumkin. WinTabda. Endi WinSpace klaviaturani nimalarni o'zgartirish deyapti? Wow. Nima qilardik biz buni? Ha, nimalardir bo'lib ketyapti. Alt tab oyna alishtirish. Alt shiftda tilni o'zgartiramiz-ku. Shuni yozuv tilini. Shuni Win probelda ham o'zgartirish mumkin ekan, bilib qo'yinglar.
Alt tabda tilda emas, Win pravilda ham. Keyingisi Win Ctrl Enter. Ekranni diktori yozish. Win Ctrl Enter. Ekranni diktor bu adashmasam yozuvingizni anaqa qilib turami, o'qib turami, o'qiganingizni yozuv qilamini, shunga o'xshagan funksiya, ekranni diktor degan funksiya bor ekan. Ну, mana eshitib yozami yo yozuvni o'qiy gapiramiz, shunga o'xshash funksiya. No, menga kerak emas ekan Win Ctrl Enter. Win plus ekranni lupani yoqish. Winni bosib yoqsanglar mana bunaqa ekranni lupa ochiladi. Bu kichkina narsalarni ko'rish uchun mana bunaqa istalgan joyda kattaytirib ko'rsanglar bo'ladi. Ajoyib. Ekranni lupa kerak doim. Buni men bu Windows ichida funksiyalarni topib ishlatardim. Tezkor tugmasi bor ekan, Win plus ekan. Endi Ctrl E. Yo, Ctrl E, Ctrl F. Mana bu yoqda qilishimiz kerakda. Umuman tashqarida qilishimiz kerak. Masalan, mana buni ushlab Ctrl E, Ctrl F. Provodnik emasmidi hali? Yo'q, provodnikka o'tibmiz. Provodnik degani endi qaranglar, bungacha mana biz ravoy stolda fayllar bilan ishlagan bo'lsak, endi provodnik ichidagi ishlarga o'tamiz ekan. Ya'ni provodnik degani mana bu yerda mo'y kompyuter ichini ochib olamiz. Mo'y kompyuterga kirganda qilinadigan ishlar. Shu joyda endi Ctrl E, Ctrl F. Ctrl E da bossam mana bu poisk oynasi mana tepada ochildi. Ctrl F. Ctrl F da bossam, poisk qismi ochilar ekan. Ctrl E da bossam, все приложение папки. No, mana bu qism provodnikka oid oynalar ekan ikkalasi ham. Ya'ni poisk ikkalasi bitta ekan, Ctrl E bilan Ctrl F. Endi Ctrl ni новое okno ochish, Ctrl W закрытие активное okno. Ctrl N, Ctrl W. Ctrl N. Ha, mana buni ichida o'zi bir nechta papka ochib olish ekan. Wow. Provodnik ichida Ctrl ni yangitdan ochish. Ctrl F. Yo, Ctrl W. Ha, Ctrl W yopish ekan. Vineda kompyuter ochamiz. Ctrl W ni bossa yopilar ekan. Provodnik ichida umuman ishlamaganman ekan. Qo'y. Bu tezkor tugmalar umuman bilmayman bu kompyuterchi bunaqa ishlar borligini. Ctrl E yopish, Ctrl ni yangi kompyuterlar, yangi provodniklar ochish. Ajoyib. Endi Ctrl Shift E, Ctrl Shift N. Wow. Ctrl Shift E. Nima bo'ldi bilmadim. Ctrl Shift N. Ha, mana buni D ichiga kirib qilaylik. Ctrl Shift N. Yangi papka ochish. Ctrl Shift E. Ctrl Shift D. Ctrl Shift ni yangi papka ochish bo'lsa, Ctrl Shift E. O'ylagan tushunmadim. No, Ctrl Shift ni yangi papka ochish ekan. Shuni ichida ham, papkani ichida hamma narsalar ko'rsatishyapti Ctrl Shift. Xo'p, mayli. Num plus bu num adashmasam numlik knopkasi yoqib o'chirsa papkadagi narsalar ko'rinib anaqa bo'ladi deyapti. Numlikni o'chirsam papkani ushlab ну, tushunmadim qanaqa ishlatishdi. Numlikni o'chirib yoqsam o'zgarish bo'lmayapti. Mana shu num звезда, num plus, num minuslar nima qilishini bilsanglar, tushuntirib yuborsanglar kommentga xursand bo'lardim. Xo'p, altli tugmalar endi provodnikda. Alt P, Alt Enter. Alt P panel prosmotr ko'rsatadi, Alt Enter dialog oynasi ko'ramiz hozir. Mo'y kompyuterda Alt P. Mana bu yerda qarang. Masalan, men papkani ushlab turganda Alt P da bossanglar, mana bu mana bu ekranning o'ng tarafida prosmotr oynasi ochilib yopilyapti shu joyda. Masalan, Alt P mana ko'rsatyapti o'zi ichini. Alt P. Ajoyib. Alt Enter.
Alt enter nima ish qilayotganini bilmadim lekin to'g'risi. Altni ko'rish ekan. Endi alt streka. Papkadan o'tishlar. Wow. O'ng chap tepa strekalar ishlarkan alt bilan. YouTube kanali uchun alt bilan. Wow. Wow. Mana shu narsalarni bilmasdim. Ya'ni papkalar ichida, provodnik ichida bemalol tezkor tugmalarda yurishingiz mumkin ekan. Masalan, hamda yurib System Library'ga kiraman desangiz, alt o'ng strelka bilan alt tepa strelkada chiqish, alt chapda chiqish, alt o'ngda kirish, tam shunaqa tugmalar ekan. Ajoyib. Endi backspace предыдущий papkani ko'rish deyapti. Nazar tugmasi. Da, bundan oldingi papkaga chiqish nazar tugmasi bo'lsa, albatta oldingi papkaga chiqadi. Endi F11 nima? F11 nima ish qilishi? Faol oynani yopish ekan. F11 ya'ni mana bunga kirib F11 da bossanglar. Vau, mana bu nastroykani yopish ekan. Mana bu tepada chap tarafda provodnikda tepada nastroykalar bor-ku. Shuni F11 da bossanglar, to'liq mana bu ortiqcha qismlar yo'qolib, mana bu ichida ishlayverasiz. Даже nazar kirish chiqishlar ham, nazarlar ham yo'qolib qolar ekan. Bunaqada ishlatmaganman, to'g'risi qaytarib qo'yar. F11da shu mana bu qo'shimcha qismlarni ham o'chirib qo'ysa bo'lar ekan vaqtinchalik. Menimcha bugungi darsimizni yakunlasak bo'ladi. Men sizlarga o'rgatganim, qarang, Saneman garajik klavishalarida 10 ta, 16, 19, 20 ta, 23, 26, 29, 30 ta, 33, 36, 39, 40 ta, 43, 46, 49, 50 ta, 53, 56, 59, 60 ta, 60, 66, 70 tadan ortiq tezkor tugmani ko'rib chiqibmiz ekan. 70 ta tezkor tugmani ko'rsatibman Windowsga tegishli. Hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun sog' salomat bo'linglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan foydali darslar Telegram kanaliga tashlab boriladi. Sog' salomat bo'linglar.